Assalomu alaykum. Toshkent issiqlik elektr stansiyasiga xush kelibsiz. Bugun siz bilan stansiyamiz faoliyati va xavfsizlik qoidalari bilan tanishamiz. Stansiyamiz zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydi. Bu yerda elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. Barcha jarayonlar qat'iy nazorat ostida olib boriladi. Ishlab chiqarish jarayonlarini yaqindan ko'rib chiqamiz. Biz bilan birga yuring. Ish boshlashdan oldin xodimlarning shaxsini va ruxsatnomalarini tekshirish zarur. Barcha ma'lumotlar rasmiy tartibda qayd etiladi. Naryad yoki ijozat orqali ishlanadi. Texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish shart. Himoya vositalaridan foydalanish zarur. Ruxsatsiz ish bajarish taqiqlanadi. Elektr uskunalarida ishlashda barcha talablar bajarilishi shart. Har bir amal nazorat ostida va sxema asosida bajariladi. Kuchlanishni o'chirish, xavfsizlik belgilarini ilish va kuchlanish yo'qligi tekshiriladi. Joiz bo'lsa, to'siqlar qo'yiladi va nazorat o'rnatiladi. Balandlikda ishlashdan oldin himoya vositalari sinchkovlik bilan tekshiriladi. Har bir element ishonchli bo'lishi kerak. Balandlikda ishlashda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilinadi. Xavfsizlik kamarini taqish shart. Albatta, har yilgi tibbiy ko'rik esdan chiqmasin. Xavfsizlik bu nafaqat qoida, balki mas'uliyatdir. Toshkent issiqlik stansiyasi aksiyadorlik jamiyati ishonchli kelajak sari. E'tiboringiz uchun rahmat.